Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu kayfiyat va ruhiy sog'lomlik to'g'risida o'zimninki ko'z qarashlarini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning ko'ngil qo'yib anglashinglarni umid qilaman. Ko'pincha bizninki xabar bo'lgandekidek, men burun shu ruhiy sog'lomlik to'g'risida ba'zi tushunchalarni berib o'tgan. Uningda asosligi shu ruhiy sog'lomlik va ruhiy benormallik to'g'risida ba'zi savatlar so'zlangan bo'lib, shu ruhiy sog'lomlikniki mazmunlari to'g'risida, uningki o'zimizdagi ifodalar to'g'risida qandaq hukm chiqarish degandagidek mazmunlarda so'zlagan bo'lib, biroq uningdan qandaq saqlanish, ya'ni o'zimizningki ruhiy sog'lomligini qandaq kafolatga ega qilish to'g'risida ko'p to'xtalmagan. Bugun shu munosabat bilan shu ruhiy sog'lomlik bo'libmi bak shu ruhiy tushkunlik, xomushlik, aningdan keyin shu jiddiylashish degandagidek ba'zi ruhiy benormalliklarningki oldini olish uchun nimalarga diqqat qilishimiz to'g'risida o'zimninki ba'zi ko'z qarashlarni so'zlab o'tmoqchi. Endi bu bizningki kundalik hayotimizda har xil tashvishlanish, jiddiylashish degandagidek benormal kayfiyatlar bo'lib turdi. Chunki biz inson bo'lganligimiz uchun ba'zi yomon ishlarni ko'rganda achchig'imiz keldi, qayg'urimiz, yaxshi ishlarni ko'rgan vaqtida xushal bo'lamiz. Endi shu xushallik yoki qayg'u, hasrat yoki achchiq degandagidek shu kayfiyatni qandoq tangpunglashtiramiz, ya'ni qandoq kontrol qilamiz degan vaqtida bu shu bizningki ruhiy sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim. Ya'ni ko'pincha kishilar shu yuzlangan har xil ruhiy zaxmlarga, ya'ni adolatsizlik deymiz yoki boshqalar tarafidan bo'zak etilish, kamsitilish degandagidek har xil ishlarga qaytirgan inkosida ba'zi farqlar bo'lganligi uchun ba'zilar ruhiy kasalliklarga oson giriftor bo'lsa, ba'zilar bu masalalarni nihoyatda salmoq bir taraf qilganligi uchun ularda osonlikcha ruhiy sog'lomlik masalasi ko'rilmaydi. Demoqchi bo'lganim bu yerda shu bizningki kayfiyatimiz va kayfiyatimizdagi ba'zi o'zgarishlarni qandoq tangpunglashtirish bizningki ruhiy sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim. Men yaqinda ikki videoni ko'rib qoldim. Bu videoda asosligi shu odamninki ko'nglini qandoq tangpunglashtirish, ya'ni qandoq qilib biz ba'zi ishlarga chechilmasligimiz, shu orqali o'zimizningki kayfiyatini tangpunglashtirib bu ruhiy sog'lomligimizga kafolat qilishda nihoyatda ahamiyati bor bir she'r bu videoga ilingan ekan. Men bu she'rni nihoyatda yaxshi ko'rdim. Shunga bugungi shu ruhiy sog'lomlik to'g'risidagi shu o'zimniki ko'z qarashlarini sizlar bilan o'rtoqlashish fursatida bu ikki she'rni sizlar bilan hambarlashmoqchi. Hamma qarindoshlarninki buni nihoyat yaxshi anglab, o'zininki hayoti bilan birlashtirishni, andan keyin o'zininki kayfiyatida ba'zi tangshashlarni ilib berish va shu orqali o'zininki ruhiy sog'lomligiga oz to'la yordam qilishni umid qilaman. Tövəndə mən sizlərə bu ikki she'rni qo'yib bermoqchi.
Manga alayda ta'sir qildi. Shunga sizlar bilan mushu bugungi munosabatda sizlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Akni qara bo'p ketdi deb bu zamondin qaqshima. Akni aqda bu yo'l degar jon ketsimu qaqshima. Qani buzuq tegib aslar chiqsa elning bishig'a. Xalqing uchun bo'lg'in jakar o'z qavmingdan qaqshima. Ta'zim qilib yaloqchilar bir mahal topsa bozor. Tiktur o'zing qarg'ay kabi taxsikashtin qaqshima. Vatan nima, millat nima bilmagan zayponidir. Bilmek üçün tirish o'qu bilmagandin qaqshima. Alvastilar tapınida vataning chaylansigar. Yovga qarshi jangga chiqqin vataningdan qaqshima. Bo'ludi millat zabun tabriq bilan jaholatdin. Jon fido qilg'in ilmga jahillardan qaqshima. Gar do'stlaring dushmanlashib o'zaro atsa pichoq. Qalqon bo'lg'in shu pichoqqa do'stlaringdan qaqshima. Diningni ham ummatni so'y, vatan va millatni so'y. Din ham vatanni so'ymagan manqurtlardan qaqshima. Mekkada pasiq mubar, Parijda bardur taqvodor. Qopalmasang bomdod qigar, yurt makondan qaqshima. Barmaqingga bir qarab, Xoliq nigar tonolmasang, qo'y suol aqlinga zinhor, ustozingdan qaqshima. Avlod uchun iymon kerak, ham hayo, vijdon kerak. O'z-o'zingga qo'yg'in suol, farzandingdan qaqshima. Terag'anni yig'ar har kim, o'tmilar jahoni bu. Kelginida qilg'ining hech bir kishidan qaqshima. Ketar bo'lsang bu dunyodan tug'ilgan erkak biti. Yangi turib janggohga tush, o'guningdan qaqshima. Beli boshlar pagodidur, chempionlarga medal. Tushmay turib maydonga sen, taqdirimdan qaqshima. Tavsiyadir piqirdim bu, yoz uni qalbingga sen. Sal qarab o'tsam bugun, tongli o'zimdan qaqshima. Muhammad Amin Tarim 2015-yili oktyabr Qahira. Bu videoni sizlar bilan o'rtoqlashishimdagi asosli maqsad shu bizningki hayotdagi qaqshishimiz, hamma ishlardan qaqshishimiz. Uningga bir izchil holda bir tadbir qo'llanmay, uning uchun harakat qilmay, faqatla o'ltirib qaqshashning o'zi shu ro'y sog'lomlikda nihoyatda passiv rol o'ynaydigan bo'lib, bu she'rni men anglagandan keyin bakla yaxshi ko'rdim. Ham uningki shuni cho'nqur tushungan vaqtida bizningki ro'y sog'lomligimizga nihoyatda foydali bir she'r ekanligini tonib yetib, sizlar bilan o'rtoqlashishni muvaffaq ko'rdim. Endi shu nima degan vaqtida bu kayfiyat degan vaqtida shu kayfiyat bizdagi kundalik shu kayfiyatimizninki o'zgarishlarni shu yuz bergan ishlarga nisbatan bo'lib, ko'ngilsizlik ishlarga nisbatan o'zimizningki qandoq pozitsiyada tutishimiz to'g'risida bo'lib, bu bizningki ro'y jihatdagi sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim. Men bugun sizlar bilan o'rtoqlashishni xohlaydigan yana bir she'r bo'lsa, u ko'nglim. Ko'nglim bumi menga bakla yardi. Shunglashqa qarindoshlar bilan bu yerda bu she'rni birga anglab chiqamiz. Ko'nglim. İnsandan ağrınma, ketimiz ko'nglim.
Özüңdün ağrınma, ketimiz köңlüm. 4 günlük dünya bu, hammamiz mehmon. Sahipxon dunyodan zarlanma köңlüm. Yig'laysan, qaqshaysan, o'tadi bir kun. Kulsangmi o'xshashla, o'tadi shu kun. Quyoshni ko'rsan, tarab ketsa tun. Bu hayot omonat, kulib yur köңlüm. Omading qo'sh keldi, qaqoqlab kulding. Do'stlaring vah dedi, kerilib yurding. Mag'rurlik insonga xos emas lekin. G'adayma, kang qo'rsoq, kamtar bo'l köңlüm. Osmonga qarasang, g'adaydi deydi. Zaminga qarasang, tugashdi deydi. Mushundaq jahon bu, odam bo'lmoq tas. Deganlar da'vasin, adab qo'y köңlüm. Yo'l tepib osmonda uchqanni ko'rding. Yiqilib yo'laksiz qolganni ko'rding. Qip qoldi bu dunyo, uchqanlar qani. Sen ham ketasan, yavaş bo'l köңlüm. Buningdimi mushu bizningki yuz bergan voqealarga nisbatan qandaq pozitsiyada bo'lishimiz nihoyatda yaxshi aks ettirilgan bo'lib, biz hayotimizda o'xshamagan ishlar bilan, o'xshamagan insonlar bilan, o'xshamagan voqealiklar bilan uchrashishimiz mumkin. Hamda buningda biz zodi o'zimizni shular bilan selishtiramizmi yoki selishtirmaymizmi? Yoki yuz bergan voqealarga nisbatan qandaq bir pozitsiyada bo'lamiz? Bularning hammasi bizningki ro'y jihatdagi sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim. Men bugun hamda shu o'zimningki ba'zi ko'z qarashlarini qisqa qilib bir o'rtoqlashish fursatida o'zimningki nihoyat yaxshi ko'rgan ham menda alohida ta'sir qilgan bu ikki kuplet she'rni sizlar bilan o'rtoqlashdim. Bu ikki she'rningki sizlargami ta'sir qilishini va sizlarningki o'zinglarningki ro'y sog'lomligida ro'y sog'lomligini qanday kapolat qilishda oz to'la yordam bo'lib qolsa men shuningga xushal. Bugungi qisqa bu ro'y sog'lomlik ro'y sog'lomlik to'g'risidagi ko'z qarashimni shu yerda to'xtatmoqchi. Buningdan keyin yana menga ta'sir qilgan ba'zi shu turmushdagi ishlar bo'lib qolsa, sizlar bilan o'rtoqlashib turman. Anglanglarga rahmat, xayr xo'sh, Xudoga omonat.